Assalomu alaykum, hurmatli ovchi akalar. Bugun baliq ovlash uchun mana shunaqangi joyga keldik. Havo issiq. Qarmoqlar tashab qo'yganmiz. Yaxshi baliqlar yuribdi. Hozir kelib sirazi karas oldik. Natija bor. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuchlar kuzatishda davom etinglar. Like bosib, podpishka qilib turasizlar. Chiroyli ovlarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu yerda endi sazan, karas asosan bor ekan. Xudo xolasa natijalarni ko'rsatamiz. O sazan keldi chekka bilan. Qayerdan keldi? O qamish uryapti. Teşekkür ederim. Nasıl oldu ya? Sana zirahtır. Koy kaychini. Qirqib qo'ydimi? Tagidan qilgan-a? Buni qirqayotgan kaychi emas u. Mayda tortib tursa, katta kelardi. Xohlasa. Mana shunaqangi buqa karaslar chiqyapti. Normalniy. Faqat mana shunaqa karas. Nasib endi sazan ham chiqib qolar. Bugungi ovimiz ham nihoyasiga yetdi mana. Xudo xolasa mana shunaqa joydan karaslarni ovladik. Sazanlar bor edi, lekin sazan chiqmadi. Bu yerdan mana shu tepada yerda tashlamas tushib turgandi. 3 kun oldin suv ko'payib sazanlar boshqa yoqqa chiqib ketib qolib shekilli. Har holda quruq bo'lmadi nasib. Bugun mana shu karaslar chiqdi. Yaxshi normalniy karaslar. Like bosib, podpishka qilib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi ovlarimizda albatta chiqish jarayonlarini ham syomka qilib tashlayman.